Buxorodagi SMNchik va Medicning bir kuni. Qani keting. Aurada shunaqa chiroyli kiyim kiygan ekan. Ko'rib srazi sotib oldim. O'z ko'rasizlar, mana shunaqa chiroyli. Ko'pchiliklar so'radingizlar buni assalligini qaranglar. Polni ichida mana shu qora rimshok bor, lekin men bordoviy rimshok oldim. Menda mana shunaqa luk. Qanaqa sumchkamni olay, rozovimi yoki bordoviyni oldim, chunki rementimga mos. Meykapchamni qilib srazi pediatriyaga, ya'ni детский больницаga yo'l oldim. Havo juda ham issiq, aytib bo'lmaydi. Keyin formachamni kiyib, o'zimni bo'limimga, ya'ni men erta yosh bo'limida praktika qilyapman. Erta yosh bo'limida ustozimiz Shuhrat Tayrovich judayam zo'r vrachlar. Keyin zavtrak qilmaganim uchun srazi obedga tushdim, chunki juda ham och qolgandim. Shunaqa mazali ovqatlarni yedim. Keyin esa yo'lga otlandim syomkamga, ya'ni dunyo kit syomkasiga. Juda ham zo'r igrushkalar narsalar keltirgan. Undan keyin Kapital Bank bordim. Ba'zi bir ishlarim uchun keyin yana och qoldim. Pizza yeyishga sevinchga kirdim. Keyin esa kursga keldim shogirdlarimga sun'iy intellekt bo'yicha mana shunda ajoyib videolar tayyorlashga, uyga vazifalarini ko'rib chiqdim. Aytgancha men SMM biografiya, target va sun'iy intellektdan kurs o'taman. Gruppovoy va individualniy kurslarim bor. Kursni tugatib, keyin esa Iqrodan mana shunday ajoyib kitoblarni oldim. Shu bilan kunim tugadi. Menga obuna bo'lishni unutmang.